o'z raqslari bilan bezab bo'lgan opa-singillarimizga, qolaversa kuyov-jo'ralarga barcha alohida tashakkur bildirib qolamiz. O'ynaganlar kam bo'lmasin, biroz nafas olsam olamiz. Tamaddi qilayotganlarga yoqimli ishlahat tilaymiz. Qolaversa, mana shu bugungi to'yga mezbonlik qilayotgan ummatlarga yana bir bor to'ylar qullab bo'lsin deymiz. Avvalo mana shu to'yni bugun sohibalari Abduxoliq akamiz hamda Salim opamlarni bugun bir qancha vaqtdan beri niyat qilgan kunlari mana bugun Xudo nasib qilgan chiroyli bir sanada nishonlanyapti. Mana shu kunlar yana bir bora qullab bo'lsin deymiz. Endi mana shu to'xtalishlar ham bejizga bo'lmaydi va mana shu to'xtalishlardan yana unumli foydalanib, ushbu davramizda maxsus tilaklari, maxsus chiqishlarini biz alohida yana tashkil etamiz. Kelinlarimiz Otabek hamda Maflar oyimga olam baxt tilagan holda davramizni ayni daqiqalariga mana shu kelinimizni ukalaridan Xoliq Nazar ukamizni davraga taklif qilamiz.